13-ci ijobiy pozitsiya. Avtori doktor Erkin Sidiq. Bir ishni qila oladiganligingizga ishonsangiz, uni cho'qim qila olasiz. Odatdan tashqari aql va talantning 99% tardan, qolgan 1% bo'lsa, ilhomdan keladi. Biz qo'limizdan keladigan ishlarning hammasini qiladigan bo'lsak, haqiqatanmi o'z-o'zimizni hayron qoldira olamiz. Öz hayotida mag'lubiyatga uchragan kishilarning nurg'unlari qilayotgan ishlaridan voz kechganda o'zlarining muvaffaqiyatga qanchalik oz qolganligini his qilmagan kishilardir. Yuqorqilar hamma o'qirmanlarga tanishliq bo'lgan dunyoga dangliq kashfiyotchi Thomas Edisonning degan gaplari. Uda 65 yilning har birida kam deganda birdan yangilikni kashf qilgan bo'lib, o'z umrida 1093 xil narsani kashf qilgan. Onun muvaffaqiyatini vujudga keltirgan narsalardan tar va ilhomdan boshqa yana ijobiy pozitsiyami bor. U elektr lampochkasini ijod qilganda 10 mingdan ortiq materialni sinab qilib, ondan bir muvofiq materialni topgan bo'lsa-mu, hargizmi shuncha ko'p qatim mag'lub bo'ldim deb hisoblamagan. Edison yasagan 14 binoliq tajribaxona dunyoga mashhur bo'lib, ularni kashfiyot zavodi deb atagan. 1914 yili Edison hammadan bak qadrlaydigan bu tajribaxonaga o'tkazganda, u kuyayotgan o'tga qarab turgan. Hamda balalar, darhol opanglarni chaqiringlar. Ular bundaq o'tni buningdan keyin ikkinchi ko'ra olmaydi degan. Ko'pincha odamlar bundaq hodisiga yo'liqqanda tugishib ketgan bo'ladi. Biroq Edison undaq qilmagan. Edison yuqorqi voqeadan keyin men 67 yoshga kirdim. Biroq men ishni yangidan boshlasam bo'lmaydigan darajada qiyra emasman. Men hozirgacha buning o'xshash ishlarni o'z beshimda nurg'un qatim o'tkazib baqqan degan. U 84 yoshga kirganda vafot bo'lgan. Men o'qirmanlarga mazkur maqolani o'qib mush yerga kelganda o'zim tayyorlagan yaxshi mag'lub bo'lish uchun qanday qilish kerak degan nutq tekstini bir qatim o'qib beqishni tashabbus qilaman. Agar Edison ashundaq bir ijobiy pozitsiyalik odam bo'lmagan bo'lsa, u yuqorqidek muvaffaqiyatlarga erisholmagan bo'ladi. Agar siz o'z umrida nihoyat zo'r muvaffaqiyatlarga erishgan kishilarning hayotiga qarab boqadigan bo'lsangiz, ularning hammasining turmushga nisbatan nihoyat ijobiy pozitsiyada bo'ladiganligini bayqaysiz. Agar siz bir unumlik lider bo'lishni istaydi ekansiz, sizda ijobiy pozitsiya bo'lishi shart. O yalğız sizning bir inson bo'lish sifatingiz bilan bo'lgan ishlarga qanoat hosil qilish darajangizni belgilab qolmay, yana boshqalarning siz bilan qaysi taraqqida munosabat elib berishiga ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy pozitsiya bo'lish jihatda tövandagi ishlarni bilishingiz kerak. Birinchi, sizning pozitsiyangiz bir xil tanlashdir. O'tiral odamlar boshqalarning o'zini bir ishni qilishga qiziqtirish va qo'zg'atishini kutib turdi. Ularning tushunishicha, atrofdagi ahvollar ularning qanday o'ylashini belgilaydi. Biroq pozitsiya bilan atrofdagi ahvollarning qaysisi oldida keladi? Bu xuddi cho'ji bilan tuxum masalasiga o'xshash. Haqiqat shuki, bu ikki narsaning qaysisi oldida keladiganligi muhim emas. Tünügün sizga qandaq ish yuz berganligidan qat'iy nazar, sizning bugungi pozitsiyangiz sizning tanlashingizdan iborat. Psixolog Viktor Frankl mundaq degan: inson erkinliklarining eng oxirgi birisi har qanday sharoit ostida o'zimizning pozitsiyasini o'zimiz tanlashdan iborat. Ikkinchi, sizning pozitsiyangiz sizning ish harakatingizni belgilaydi. Aile turmush mutaxassisi Dennis Whitley mundaq deydi: Yengüchilarning ortiqchiligi, ularning alayda tug'ilganligi, ularning IQ-sining yuqori bo'lishi yoki ularning talantli bo'lishi emas. Yengüchilarning ortiqchiligining hammasi ularning pozitsiyasida bo'lib, ularning tabiiy iqtidorida emas. Pozitsiya muvaffaqiyatning o'lchimidir. Sizning pozitsiyangiz sizning qanday ish tutadiganligingizni belgilaydi. Şunlaşqa o intayin muhim. Üçüncü, sizning atrofingizda odamlar sizning pozitsiyaningizning aynikidir. Ba'zi odamlar intayin nachar pozitsiya holatida turib, o'zining atrofidagi odamlardan ruhliq bo'lishni umid qiladi.
Biroq magnetizm qonuniyati bir haqiqat bo'lib, uningga asoslanganda sizning qandaq odam ekanligingiz, sizning o'zingizga qandaq odamlarni jalb qilganligingizni belgilaydi. Eskartish. Bu o'ziga tortish qonuniyati bilan o'xshash. Har bir narsa o'ziga o'zi bilan o'xshash narsani tortadi. 4-chi, bir yaxshi pozitsiyani saqlash, bir yaxshi pozitsiyaga qaytadan erishishga qaraganda osonroq. Eugene Peterson o'zining Yer shari va Chirkovning mihrobi degan kitobida mundaq degan: İç ağırtış insonlar uchun yaratilgan eng oliyjanob hissiyotlarning biri bo'lib, o'z-o'ziga ich ağırtış bo'lsa, eng qabiy hissiyotlarning biri bo'lishi mumkin. U bir iqtidorsizlik va odamni meyib qilib qo'ydigan kasallik bo'lib, bizning reallikqa bo'lgan tushunchamizni ig'ir darajada burmilib. Agar siz o'zingizda bir ijobiy pozitsiya hosil qilib bo'lgan bo'lsangiz, uni saqlab meng. Agar siz o'zingiz va boshqalardan yaxshilikqa erishishda qiynalayotgan bo'lsangiz, hargiz umidsizlanmang. Siz o'zingizning pozitsiyasini o'zingiz tanlaydigan bo'lg'achqa, yuqorqidagi ahvolni o'zingiz o'zgartira olasiz. O'zingizning pozitsiyasini yaxshilash uchun tuvandagi ishlarni qiling. O'zingizni to'g'ri oziq bilan oziqlantiring. Sizni ijobiy pozitsiyaga ega qiladigan kitoblarni o'qing, ashundaq kinolarni ko'ring va ashundaq lentalarni anglang. Har kuni o'zingizga bir nishon tiklab, uni amalga oshiring. Sizni aslatib turadigan narsalarni, masalan, siz olgan mukofotlarning guvohnomasini temingizga esib qo'ying.